Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Bizda Xudo xohlasa noyabr oyining oxirgi 10 kunligi va dekabr oyini birinchi 10-15 kunligiga qabullar davom etyapti. Endi Xudo xohlasa paketlarimiz standart paket 14 kunlik. Xudo xohlasa Madina ziyorati, Makka ziyoratini o'z ichiga oladi. 50 bosh xizmati, yaqin mehmonxonalar, milliy taomlar, oziq-ovqatlar 2 mahal Madinada va 3 mahal Makka shahrida. Madina ziyorati albatta bor, Makka ziyorati albatta bor, Qizil dengiz sayohati albatta kiritib o'tilgan. Reyslarimiz to'g'ridan to'g'ri Xudo xohlasa Farg'ona, Andijon, Namangan va Toshkent shahridan bo'ladi. Xudo xohlasa bizda borib kelayotgan insonlar alhamdulillah mamnun bo'lishyapti. 100% demaylik-ku, 95% odam bizdan mamnun. Endi minnatdor qilib bo'lmaydigan insonni hech qanday minnatdor qilib bo'lmaydi. Mayli, minnatdor bo'lmaganlar o'zlari biladi. Lekin Xudo xohlasa Centrum Holidays firmasi bu albatta ishonchli firma. Narx-navolari juda ham chiroyli holatda. Xudo xohlasa endi noyabr oyida faqat vodiy bo'yicha Farg'ona shahridan reyslarimiz qoldi. 23-noyabr, 26, 27, 28, 29 va 30 noyabr sanalariga Farg'ona, Madina, Farg'ona yo'nalishi bor Xudo xohlasa. Endi 25, 26 va 27 noyabrda ketadigan Farg'ona yo'nalishidan uchadiganlar uchun zo'r narsa, nima desam bo'ladi, zo'r ma'lumot deylik. Bir juma Madina va bir juma Makka shahrida bo'ladi. Xudo xohlasa juma namozini bir juma Madinada, Masjidul Nabaviyda va ikkinchi juma namozini Makka shahrida, Masjidul Haramda o'qishni nasib qiladi Xudo xohlasa. Endi Xudo xohlasa Andijon shahridan, Namangan shahridan dekabr oyi uchun bor. Dekabr oyi uchun hozir aytib o'taman. Endi oxirgi 10 kunlik 20-dan, mana bugun 20 bo'lsa, oyning oxirigacha 30-gacha Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina, Toshkent yo'nalishimiz bor. 22-noyabr va 29-noyabr sanalari Toshkent, Madina, Toshkent yo'nalishi, qolgan hammasi Jiddaga qaratilgan Xudo xolsa reyslar. Endi bularni narx-navosi bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, Farg'ona shahridan narxlarimiz $995 dan, Toshkent shahridan $985 qilib belgilaganmiz. Albatta skidkamiz bor. Endi Xudo xolasa dekabr oyiga o'tadigan bo'lsak, Farg'ona shahridan 1, 2, 3, 7, 8 va 9 dekabrga, 14, 15, 16 dekabrga Xudo xolasa Farg'ona, Madina, Farg'ona yo'nalishimiz bor. Endi Xudo xolasa Andijondan 6, 7, 13 va 14 dekabrga bor. Namangan shahridan 3, 4, 5, 10, 11 va 12, 17, 18 va 19 noyabr, dekabr sanalariga Namangan, Madina, Namangan, Jidda, Namangan yo'nalishida Xudo xolsa reyslarimiz bor. Toshkent shahridan 1-dan 15 dekabrgacha Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina, Toshkent yo'nalishlarimiz bor. Bularning hammasi 14 kunlik standart paket. Xudo xolasa oziq-ovqati, 50 bosh xizmati, yaqin masofadagi mehmonxonalar, Madina va Makka ziyoratlari, hamma narsa kiritib qo'yilgan. Xudo xolasa ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilsalaring, ishlarini albatta sifatli va chiroyli qilib bitkazib beramiz. Dekabr oyida ham Farg'ona shahridan bizda narxlar oshmadi. $995. Andijon, Namangan, Farg'ona shahridan $995 qilib belgilab qo'yganmiz. Toshkent shahridan bo'lsa $985 qilib belgilaganmiz. Xudo xolasa atrofdan narxlarimiz arzon. Endi bir xil odam aytayapti, narxi arzon bo'lsa, nimasidandir qisasilarni deydi. Bizda hech narsadan qisib qo'yish yo'q. $1100lik, $1150lik paketda borib, nima ko'rib, nima olib, nima yeb, nima ichib kelayotgan bo'lsa, xuddi shu narsa shu paketda ham bor. Madina ziyorati albatta bor, Makka ziyorati bor, Qizil dengiz sayohati bor. Xudo xolasa nasib qilgan odam ravzalari kiryapti, ravza bor. $1100-$1150 sotilayotgan paketda ham shu narsalar bor. Mehmonxona masofalari ham yaqin, 6-7 kilometrga qo'ymaydi. Sama Almish 800 metrda, Mira Ravdax mehmonxonasi 1 kilometr 800 da. Yana bitta mehmonxonasi bor, soat orqa tomonda Halil Ibrohim ko'chada, yaqinda olindi. Zo'r mehmonxona, bu ham 1 kilometr 800 da. Endi menimcha Xudo xolasa bu narxga 1 kilometr 800, Al-Fajr Al-Badiya 6 bor 1,5 kilometr chiqib chiqmaydi. Menimcha sharoitlari zo'r, puliga bemalol arziydi deb o'ylayman. Xudo xolasa firma litsenziyalangan Centrum Holidays firmasi. Bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin. Ishlaringni albatta sifatli va chiroyli qilib bitkazib beramiz. Ekranda telefon raqamlarini qoldiryapmiz.
aloqaga chiqsalaring, qanaqa qo'shimcha savollaring bo'lsa, boshqa bo'lsa, biz albatta ularga javob beramiz. Vizasi borlarga $100 albatta vizasiga minus qilib beramiz. Sababi viza $100 minus qilib beriladi vizasi bor odamga. Endi bankdan qarzi bor, alimenti bor, rozkada bo'lgan, xullas majburiy ijroda qora ro'yxatida, ya'ni chorniy spiskasida turganlar chiqolmaydi. Buni aytib o'tib ketamiz. Xudo xolasa shu narsalarni tekshirtirib oling. Shu narsa esingizdan chiqmasa, aeroportda muammo bo'lib qolishi mumkin bo'lmasa. Xudo xolasa, inshaalloh Tojikiston fuqarolari ham bemalol murojaat qilishlari mumkin. Albatta ularga ham xudo xolasa bir kun oldin kelishyapti. Mana Toshkentda mehmonxonalarda yotishyapti. Mehmonxona xarajatlarini qoplab beryapmiz. Borib bemalol ziyorat sayohatlarni qilib, mazza qilib ibodatlarni qilib kelishyapti. Xudo xolasa sizlar ham bormoqchi bo'lsalaring, mazza qilib umra qiling. Inshaalloh xudo xolasa xotirjam borib kelsalaring, Centrum Holidays firmasi sizlarga albatta ishonchli hamroh bo'ladi. Toshkent shahar Mirobod tumani Oybek ko'chasida joylashganmiz. Xudo xolasa ofisimiz adresini so'raganlar uchun bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xudo xolasa yaxshi kunlarda va yaxshi joylarda ko'rishlik hammalaringga nasib qilsin. Xudo xolasa hammamiz Xudo o'sha yerlarga qayta borishni nasib qilsin deb qolamiz. Ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar. WhatsApp, Telegramimiz ishlayapti. Hammalaringiz sog' bo'linglar va albatta salomat bo'linglar.